Assalamu alaikum bütün dünyadaki barlı kardeşlerim, vatandaşlarım. Hemminlarga samimiy salam, oliy ehtirom. Bir hafta oldu biz görüşmegili. Ben sizlarni sevindim, sizlar meni sevinip qolgansizlar. Bugün bir azroq masalalar ustida sizlar bilan birga kenishadigan bo'lib qoldim, to'xtashadigan bo'lib qoldim. Bu bo'lsa biz nima uchun bu davoni qilyapmiz? Men emas, biz nima uchun bu davoni qilamiz? Hammamiz. Uni hech kim bizga o'rgatmasmi? Yoki demismi? Desmi? Hammamiz nima uchun qilayotganligimizni o'qimiz. Aş ölüvatqanlar, turmada ölüm cezasına hüküm qilganlar nima uchun ölüvatqanligini uqdi. Şehit bo'lib ketganlarmi nima uchun şehit bo'lganligini uqdi. Shuning uchun mag'rur qiyofatda men turmada yotgan vaqtimda nurg'un bolalarni ölüm cezasına hüküm qildi. Shundoq yosh qiron bolalarni ular o'zining vatani uchun, vatanining mustaqilligi uchun, xalqining erkinligi uchun ölüvatqanligini uqdi. Men emas, biz bütün Uyghur halkı hazır, meyli olduzun kısep çıkanlar olsun, meyli çıkmayanlar olsun. Hemmisi öz alaydılığı bilen vatanını kurtulduruş için bir hareket kıvatıdır. Hareket kılanmayanlar ceynimazda oturup daha kıvatıdır. Onu kılanmayanlar ümit kütüp kağallarını kollap, Xudayım aşıla bir bu şu, dava kağallar bir. Hemmi işleri vücut çıkıp aşıla galbi kılıp vatanımız azat olsun devatıdır. Menimce Şarq Türkistanlıqның yoki Uyg'uristonlikning vatanimizning har qanday Uyg'ur, har qanday vatandoshlarımızning bu vatanni azat bo'lmaskan deydigan bir fikri yo'q. Keç gündüz arzusu shu. Boshqalar vatani azat bo'lsinmi, bo'lmasmi degan umidga emas, mutlaq azat qilamiz deb 200 yildan beri milyonlagan odamlarimiz o'zining qanini to'kdi. Men emas, biz. Şularning hammasi o'zining jinni, o'zining qanini berdi. Her bir shaxs Uyg'ur vatandan qochib chiqqanlar, mush qoshqanlarning hammasi vatandan chiqqanlarning hammasi mush chet eldan cho'ng umid kutib, ashaga chiqsak bir erkin harakat qilsak, vatanimizdagi qarindoshlarimizni erkinlikka chiqaramizmi-ki, o'zimiz erkinlikka chiqaramizmi-ki degan umid bilan chiqdik. Ba'zanlar iqtisodiy sababdan, ba'zanlar siyosiy besimdan, ba'zanlar o'zimizning ichidagi talash tortishdan nurg'un odamlar oldingi safga chiqolmadi. Shuning ichida jur'at qilib oldingi safga chiqib qilayotganlar, ham shu nurg'un qurilayotgan tashkilotlar, faoliyat olib borayotganlar, shu namoyishga davomli namoyishlarga chiqayotganlar. Masalan, shu bir hafta o'tgan yakshanba kuni Olimjon degan bolalarimizning boshchiligida fidokorlar topi deb bir top yoshlar muxbirlarga bayonot berish uchun Anqaraga ketib qolgan yerdan to'salg'iga uchrab qoldi. Boramidi? Lekin Anqaraga berib muxbirlarga javob beramizmi? Bularning ash-oqiga qaytarilganligi, bularning jangovarligi, yiliq chiroyli bolalarning rasmini ko'rib men yig'lab ketdim. Qanchalik odamlarning yurqiga ta'sir qildi. Ash tug'an chiroyli bolalar, ash qarindoshlarimizni qutulduramiz deb bo'lgan bolalar, ash lagerda o'lib ketgan, turmada yetayotganlarning ko'rinishiga o'xshab ketdi. Ash bolalar ayni ashundaq bolalar. Bular nima chiqdi? Mana ash qarindoshlarni qutuldirish uchun bütün muxbirlarga Uyg'ur masalasidan guvohlikdan o'tadiganga, Uyg'ur masalasini shu dunyoning hozirgi so'yqirim, genocide, qirg'inchilik, etnik, milliy qirg'inchilik deb Amerika va bütün dünya, bütün g'arb to'g'layotgan vaqtida mushuning maslash uchun bizning bir turkum yoshlarimiz, fidokor jangchilarimiz Anqaraga yo'lga chiqdi. Gerçi u yerda maqsadini amalga oshiramizmi, ularning to'plashib qaytib kelib so'zlagan so'zlari bütün dunyoni, bütün Uyg'urlarni va bütün turklarni ta'virtib etdi. Nima uchun bular u yerga berib qilolmaydi deb. Demak, bir harakatning natijasi bo'ladi. Neçə gün oldu qarindoshlar? Biz davoni davomlashtirib kelyapmiz. Men sizlarga guvohlikdan o'tish to'g'riliq dedim. Mana guvohlikdan nurg'un odamlar o'tyapti. Biz buningda bir-birimizga hamkorlashimiz. Biz guvohlikdan o'tib Xitoyning jallotligi, fashistligi 15 yildan beri emas, 70 yildan beri anlatib kelyapmiz qarindoshlar. Men chiqqan 15 yildan beri men o'zimni og'zimga, qo'limga, putumga
koyup beyan halda sözlep, meyli planlık tuğup, meyli lagırda adam, turmuda adam öldürüş, meyli mehbi tutkun kılış, meyli ili vakası, meyli barın vakası, meyli Aksu vakası, meyli Xotan vakası, meyli Kaşqa vakası, meyli 66. yıldaki yaşla namayışı, 85-89'luk namayışla, bütün hemmisini bu dünyaya anlatıp geldim. Ben emas anlatıp geldik, nurgulluğun karındaşlarımız anlatıp geldi. Ben turumudun çıkışını aldı da Ablikin Baqi Türkiye'de, aşı Türkiye cemiyetle Uygurlarının ki vekili boğan bir cemiyeti durup Ablikin Baqi biz vatenden çıkan derslerini bütün dünyaya anlatıp geldi. Biz çıktık, birbirimizle ulaştık. Karındaşlar muşundak vakitte, muşundak bir ciddi, bütün dünya bizim tarifimizle ötep buluvatkan bir peytlerde bizim teşkilatlarımızda nait bir çekilangılık, birbirimizle boğa ölçmenlik, sorun talışış, hukuk talışış, menmençilik talışış, sendim ben çoğun, mendim ben çoğun, üzemçilik, kemçiliklerimiz hemimizden buluvatıdır. Lekin şunu buluvatkan bile şu teşkilatlar nemi kılıvatıdır desiniz, şu teşkilatlar yıllardan beri Uygur davasını kıp gelivatıdır. Uygur davasını kıvatkallar, siyasi cihetten kıvatkallar, siyasi dava kıvatıdır. İçtimai cihetten kıvallar, içtimai cihetten kılıvatıdır. Mesela paravallık cihetten kıvallar, paravallık cihetten kıp gelivatıdır. Hemmisi bir boşlukunu toşkuzup gelivatıdır. Ama bana nahaytın nurgun adamlar telefon verdi. Rabia ana, siz gep kıldığa vaktiniz geldi, siz çıkın. Türkiye'den mi telefon geldi, başka yerden mi, devletten benim çıkışımını, gep kılışım doğruluk, muşu arlıkta bolavatkan biraz bir parakendiçilikler doğruluk, benim bir töte eğiz gep kılışım doğruluk, teklif verdi. Lekin ben bir yerde gep kılı unumudum. Nimişka, ben öz ihtiyarım bilen, lillah, haq gep kılamdım, ya ki başkalarının konu için gep kılamdım. Ben muşu mesele turup kaldım. Haq gep kısam, manda gep kısam, ma taraf rencip, onda gep kısam, a taraf rencip, menin üzemnin haq, toğır gepimni kığılı koymaydı iken. Hemmisi muşu biz üçün mani dədəydi. Mani dəydi de anım. Ben yak onda kılamayım. Ben onu orunlayamayım. Hiç kasının telefonu orunlayamayım. Fakat Allah razılık için toğır gep kılayım. Türkiye'de nurgun talaş tartışlar buluvatıdı. Dünyanın hem yerde teşkilatlar bilen talaş tartışlar buluvatıdı. Bunun sebebi pakatlı teşkilatlardı mı? Degende yak. Ya ki pakatlı halıktı mı degen onungu mu yak. Hem biz halıktın işi de buluvatkan geplerde piştna, cidel çıkardı, bula karşı çıkışımız gerek de teşkilatlar şuna desek. O 1%, 2% yak, 3% yak, 5% adam bosma akıl piştni deyli. Eğer halkın içinde 20%'den işip gitip, halk talep kılıp, muşu teşkilatlardan biz muşunda iş kılmadı, muşunda iş kıldı dese, bu vakti da teşkilatlar oyuluş bekişikte geçtik. Teşkilatlar nim için kurulu doğduğu vakti da, halk için iş kıpı, bu menin degen gep bulmaydı teşkilatlar, menin teşkilatım emez. Menin desiniz o halktan teşkilatı olmaydı, ahır çekinip şirketke özgertmesi olurdu. Menin emas, halkның, bizning bolsa, halkның avazı 20%'den işip kesse, teşkilatlar çokum cevap veriş gerek. Cevap veriş gerek, hata kılgan boz, hata kıldık deyiş gerek, toğır kılgan boz, toğır kıldık deyiş gerek. Hem de, halkımı menin deydiğen gepim, bütün teşkilatlı %100 toğır iş kılalaydı desiniz, onda teşkilat hazır çıkamaydı. Bizning halkımızdan an seviyesi, iktisadi ahvalı, yetilmeyen bir devirme o. Şunun için undaq kemçilik, bundaq kemçilik, undaq hatalık, bundaq hatalıkla teşkilatlardan, adamlardan muş hadis şekillik ötüdür. Şunun için bulanımı bunda katık turup birbirimizde intayın katık söküp, intayın katık tıllap, intayın katık hakaretleşinin ornuna özənglarının planınlarını, fikirinlarını oturup koyuşunlar gerek. Teşkilatlar ammini dep çıkan iken, halkka hizmet kılımen dep çıkan iken teşkilatlarga mındaq talipimiz var dep, cemaat özünün talipini koysa olur. Teşkilatlar mı oyuluşup biz ammini dep kıldık, ammini dep yığıldık. Halkımızı dep ma işini kıpırayla dedik. Şunun için biz qandaq kılışımız gerek. Halk, cemaat bizden bazen geplerden guman kıgan iken
Ba'zan gaplardan ranjigan ekan, biz jamoatga javob berishimiz kerak. Bizda bo'lsimi, bo'lmasimi, xalqimizni suyib chiqqan ekanmiz. Shu xalqimizga yomonimi, yaxshisimi bizning xalqimiz, biz javob berishimiz kerak deb chiqib 5-6 adam chiroyli o'ltirib, bizda bor kamchiliklar mavjud ekan, biz tuztayli. Xalqning fikri o'z bizga bersin, bizda bor ortiqchiliklarni qildik deb xalqqa doklad berish kerak. Bu hech qanday ikkili tarafning yomoni yo'q buningda. Endi qarindoshlar, ba'zan tashkilotlarni uni dedik, buni dedik. Tashkilotlar chiqib, mushunda kuchlanib xalq bir ish qilib bermasa, hamma odam chiqolmagandikin ash qilalig'anlar sirtdan pulni hal qilib, chet ellardan pulni hal qilib, hukumatlardan pulni hal qilib, uni apirib xalqning o'tirdi ko'riklik rol o'ynaydiganga adam kerak. Mushunda tashkilot kerak. Masalan, Setim Turkni deyli, ash lojmanni deyli. Voy lojmanni andaq qilib Setim Turkchi kessin. Voy biz o'zimiz boshqaribmiz. Lojman andaq, lojman mandaq deb xalq bir obdan tashkillik hukumat bilan xalqning o'tirdi xizmat qilayotgan odamning ustidan isyon ko'tardik. Bizmi shu vaqtida Setim Turkni ayıplab, sen ashunaq qilgan bo'lsang, mundaq qilgan bo'lsang, sen xalqqa berdik. Setim Turklarni ma'qul deb tashlab chiqatdi. Setim Turk shundaq chiroyli da'vo qilayotgan odamni siqib kelini bir chetga apirib qo'ydik. Apirib qo'yib, lojman qanday bo'ldi qarindoshlar? Butunlay taqab, o'ylar hukumatdan tortib ilinib, aşağıda kirasiz o'tirayotgan xalqlar vayron bo'lib ketdi. Hozir u yerga o'tib o'tirib, ash jidal chiqqanlarning harakatganligini biz uqmaymiz qarindoshlar. Endi hozir mayada Turkiyaning ichida shunday ahvol yuz beryapti. Shuning uchun xatolik o'tkazmagan bo'lsa, xalq o'tirg'i chiqib talab qilgan ekan, xalqning talabini ishga oshirish kerak. Xalqning talabini ishga oshirib, uningga javob berish kerak, xatolik o'z tuzitish kerak. Xatolik o'tkazmaydigan biz banda. Alloh taolo ekan biz banda xatolik o'tkazimiz. Biz payg'ambar emas yo farishta emas. Shuning uchun bu xatoliklarni tuzitish uchun xalqning oldidan to'g'ri o'tish kerak. Biz bunda qilaylik, mahkamchiliklarimiz bo'ldi deb. Xalqmi haddidan ziyodi ba'zan shaxslar mushundaq sharoitdan foydalanib, ochiq gaplar bilan tuhmatlarni choplab, fitna qilib, ularni qoralamaslik kerak. Endi xalqning bo'lgan ekan, xalq agarcha biz saylam o'tkazimiz desa, uning ruxsat. Chiroyli xalq vakili bo'lgan ashundaq tashkilotlarga saylam orqali ko'pchilik o'zaro yana to'plashib, jamoatni chaqirib, jamoatning fikrini olib, mush masalani hal qilib bo'ladi. Biz hammamiz Xitoyning zulmiga uchragan bir to'p xalq azap oqibat ichida ketib qolgan. Masalan, biz tillayotgan, urushayotgan tashkilotlarning ham ichidagilar kimlar bilamizlar? Bari vaqasi qatnashganlar bor. Oblikim mahsumlar qurgan tashkilotlar bor. Shu vatanning ichida tashkilot qurganlar bor. Vatanning teshida jang qilganlar bor. Nurg'un xalq uchun nurg'un xizmat qilib, qon to'kib, jon to'kib, urug' tuqqanlar tutilib, etilib, shunday bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Shunga har ikki taraf bir-birimizni ayiblamay, yaxshi kelishib qiladigan ishni qilishinglarni umid qilaman. Men nurg'un odamlar, nurg'un qarindoshlarimning 4 eg'iz gap qilsa degan fikrga asosan bugun mushunchilik javobimni berdim. Yana zarur tepilsa, yana javob berma. Biz nima uchun da'vo qilyapmiz degan mazmunim shu. Rahmat.